Bismillahirrohmanirrohim. Olamlar Robbi bo'lmish Alloh azza va jallaga behad hamd sanolarimiz bo'lsin. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salovat va salomlarimiz bo'lsin. Xususan sahoba-i ikromlardan Alloh azza va jalla ulardan rozi bo'lsin. Biz musulmonlarni, ya'ni Muhammad alayhissalomni ummatlari bo'lganimizdan Alloh taologa behad hamd sanolarimiz bo'lsin. Mana Ramazonni ham 5-kuniga hademay mana Ramazon qachon kelar ekan deb kutib yurgan edik. Mana Ramazon ham keldi. Ramazonni ham 5-kuniga siz azizlar bilan yuz ko'rishib suhbatlarimizda inshaalloh siz bilan turibmiz. Barchalaringizga assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh deb qolaman. 5-darsimiz Ramazon sahiylik, ehson madrasasidir degan mav'izamizni siz azizlar bilan to'xtalib ham suhbat bo'lib o'tamiz. Alloh taolo aytadi, o'zingiz uchun qilgan yaxshiliklarni Allohning huzurida topasiz deyapti. Alloh azza va jallaga qanchalik ehson qiladigan bo'lsak, qanchalik xayr ehson qiladigan bo'lsak, Alloh azza va jallani huzurida shu narsalarni ko'proq topamiz. Boshqa bir oyatda esa shunday marhamat qilinadi. Qola ta'ala: "Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim." Sadaqallohul azim. Mollarini Allohning yo'lida sarflaydiganlarni misoli xuddi bir dona donga o'xshaydi. Undan 7 boshoq o'sib chiqadi. Har bir boshoqda 100 tadan don bor. Va Alloh kimga xohlasa yana ko'paytirib beradi. Va Alloh qamrab oluvchi va biluvchi zotdir. Alloh azza va jallaga qanchalik darajada Allohning yo'lida xayr ehson qilar ekanmiz, Alloh azza va jalla u qilayotgan ehsonlarimizni barokasi bilan qo'shib beradi. Ya'ni bir odat borki, bir gap borki, Allohga birni bersang 10ni olasan deydi. Bu xato gap. 10ni emas, Alloh taolo hattoki 100dan ham ko'proq barakani qo'shib berishlikka qodir bo'lgan, aziz, mukarram bo'lgan Alloh azza va jalla bor. Ibn Abbos radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi, u zot aytadilar: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam insonlarning eng sahiy edilar. U zotni eng sahiylik vaqtlari Ramazon oyida Jabroil u zot bilan uchrashgan vaqtda bo'lar. Albatta Rasululloh yaxshilikda erkin esgan shamoldan ham sahiyroq edilar. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam erkin, mayim sizni sekinlik bilan tarab o'tadigan shabadadan ham sahiyroq bo'ladi deyapti. Ya'ni badaningizga shabada essa shu sabadadan ham xayr ehsonda yaxshiroq bo'lardi deyapti Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam. Roza insonni och nahor insonni taomlantirish, miskinlarga ehson va faqirlarga tuhfa berishga chorlaydi. Azizlar, roza tutayotgan roza insonni och nahor insonlarga taomlantirishlikni undaydi. Nimagaki u och yurgan inson roza tutganida ochlar qanday yurganligini his qiladi. Ramazon oyi sadaqa beruvchilar uchun, mavsum va ehson qiluvchilar uchun qulay fursatdir. Shoir shunday aytadiki, Alloh senga bergandan ehson qil, sen ham pul qo'ling kiridir, umr o'tsa esa o'tguvchi. Moling suv kabidir,
to'plansa ayni u ham, agar yursa shirin buloq kabi oqguvchi. Sahih hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Alloh taoloning 2 farishtasi bor. Har tong nido qilishadi. Ularni biri Allohim infoq qiluvchini infoqini o'rniga to'ldirib ber, deydi. Boshqasi esa Allohim ziqnaga talofat ber, deydi dedilar. Banda har safar ehson qilganda Alloh taolo uni jismida to'kislik, qalbida rohat va rizqda kenglik berib qo'yadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahih sadaqa suv olovni o'chirgani kabi xatoni o'chiradi. Xatolardan qalbiga kiruvchi issiqlik, nafslarga kiruvchi cho'g' va hayotni kuydiruvchi olov bo'ladi. Bu olovni faqatgina sadaqa o'chira oladi. Sadaqa qalbga salqinlik va ruhga yaxshilik bo'lib, xatolarni yuvib ketadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, har bir kishi qiyomat kunida toki odamlar orasida hukm qilingunicha o'z sadaqasining soyasida bo'ladi, deb aytayaptilar. Juda ham ajoyib. Sadaqani o'z soyalari bo'lib, qiyomat kunida bandalar uni ostida bo'ladilar. Ya'ni kimlar esa bular sadaqa qilib, fitr sadaqalarini, zakotlarini berib turgan insonlarga soyabon bo'ladi ekan. Alloh taolo barchalarimizni shunday odamlardan bo'lishlikni nasib etsin. Har bir inson dunyodagi sadaqasining natijasi miqdoricha soya bo'ladi. Agar biz qilayotgan ishlarimizni soya bo'ladi deb emas, Alloh azza va jallaga qurbat hosil qilib, Alloh azza va jallani yo'lida qilar ekanmiz, Alloh undan da ziyodasini berib qo'yishlikka qodir bo'lgan, aziz mukarram bo'lgan, Zul jalali va ikrom bo'lgan zotdir. Usmon ibn Affon radhiyallohu anhu boy inson bo'lib, mol-mulklarini Allohning rizoligi yo'lida sarflab yurgan edilar. Tabukka ketayotgan qo'shnisini jihozlagan, Rum qudug'ini sotib olgan va ko'plab sadaqalar qilib yuborgan edilar. Abdurrahmon ibn Avf radhiyallohu anhu juda boy edilar. Bir safar 700 ta tuyani ustidagi yuklari bilan Madinani faqirlarga Allohning roziligi uchun sadaqa qilib yuborgan edilar. Azizlar, Alloh azza va jallaga ehson qiluvchilarni Alloh azza va jalla barakotlarini berib qo'yadi. Insonlar orasida ro'zador bo'lib bir burda non, bir xo'plam suv, sut yoki biror hovuch xurmo topa olmaydiganlar bor. Ular orasida yordam beradigan biror yaqin uy yoki minadigan biror narsasi yo'qlari mavjud. Hatto na saharligi va na iftorligiga yemak topa olmaydigan darajadagi faqirlar bor. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar, kim bir ro'zadorni iftor qildirsa, unga ro'zadorning ajridan hech narsa kamaytirilmagan holatdagi mislicha bo'ladi, deyapti. Albatta azizlar, biz qilayotgan iftorliklarimizni Allohning yo'lida va ro'zadorliklarga yaxshilik qilishlikni istab qiladigan bo'lsak, Alloh azza va jalla qilayotgan iftorliklarimizni, saharliklarimizni ajrini ko'paytirib beradi. Ramazonda solih insonlarni karami ziyoda bo'ladi va ular infoq ehsonni ko'paytirishadi. Yaxshilikning ko'payganligi Allohdan savob umidida bir jamoa faqir va miskinlarga iftorlik qilib berishni o'z zimmalariga olishadi. Salafi solihlar masjidlari faqir va miskinlarga tayyorlab qo'yilgan iftorlik taomlariga to'lib ketar. Biror och yoki muhtoj kishi topolmas edi. Salafi solihlarga ergashamiz, solihlarning yo'liga kiramiz deymiz-u, lekin ular qanday holatda bo'lganliklarini ham bilib turib, o'qib turib esimizdan chiqarib olamiz. Ehsonlarning ajib xislati shuki, inson o'zini yeb ichish va
kiyinishga sarf etadigan barcha narsasi yo'q bo'lib ketadi. Ammo Allohning roziligi yo'lida sarflagan narsalari boqiy qoladi. Alloh taolo aytadi: agar Allohga yaxshi qarz bersangiz, u sizga ko'paytirib berur va sizni kechirur. Alloh shukr va alimdir. Ey ro'zador, kelayotgan ehsoningiz bilan o'zingiz muhtoj va faqir bo'ladigan qiyomat kuni uchun Robbingizga qarz bermoqdasiz. Ey birodarim, sizni bir xo'plam suvingiz, bir hovuch xurmoyingiz qo'yingki, Alloh yo'lida muhtojlarga bergan ozgina molingiz jannat sari yo'lingizdir. Allohga qasamki, sadaqa kabi molni saqlaydigan va zakot kabi molni poklaydigan narsa yo'q. Qancha boylar dunyoda o'tishdi, ulardan ko'plab mol, dunyo, xazinalar, qasrlar va uylar qoldi. Bularning barchasi egalari uchun hasrat, nadomat va afsus bo'ldi. Chunki ular mol dunyoni o'zi o'rniga sarf qilmagan edilar. Alloh nasib qilsa, ertangi kunda sizga bu ehsonlaringizning foydasi, inshaalloh ajrini olasiz. Azizlar, mana bugungi suhbatimiz ham o'z poyoniga yetmoqda. Barchalaringizni tutayotgan ro'zalaringizni va qilayotgan amallaringizni va zikrlaringizni Alloh taolo ajrlarini bundan-da ziyoda qilib ko'paytirib bersin. Barchalarimizni Ramazon oyimizni barakotli va barcha oylarda ham barakotli qilib, gunohlarimizni kechirsin, mag'firat aylasin. Alloh taolo zikrida bo'lishlikka va mana bugungi darsimizda xayr ehsonni ko'paytirishlikda bo'lib o'tdi. Xayr ehsonlarni juda ko'p qilmoqligimiz barchalarimizga ajrlarini ko'paytirib berishlikka Alloh azza va jalla o'zi muyassar aylasin va gunohlarimizni afu aylasin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.